Assalomu alaykum hammaga youtuberlar va YouTube'ga qiziqadiganlar. Men Elbek Nabiyev va bugun biz judayam zo'r trend bo'lgan va har doim o'zini aktivini yo'qotmaydigan Roblox yo'nalishi haqida gaplashamiz. Roblox yo'nalishini telefonda ham, kompyuterda ham qilsa bo'ladi bemalol, lekin farqi grafikasida. Kompyuterda sal tiniqroq, telefonda biroz xira bo'ladi. Xullas do'stlar, agar siz Amerika YouTube'ga qiziqsangiz, meni YouTube kanalimda boshqa darslar ham bor. Juda ham ko'p a, narsalarni men bepul o'rgatib tashlaganman. Yo'nalishlar bor bu yoqda, analiz qilish, formulalar, a, top 5 yo'nalishlar, nakurt ko'rish, to'g'ri video yuklash va kanal ochishgacha hammasini o'rgatib kelyapman. Albatta obuna bo'lib qo'ying. Xo'p, biza Roblox yo'nalishini avval analiz qilib olishimiz kerak. Still a Brain Rot deb yozamiz, Roblox deb yozamiz oxiriga. Bizga hozir trenddagi videolar kelib chiqadi. Bu yoqdan katta videolar tanlab olaman. 3 minutdan 20 minutgachani va oxirgi oyda chiqqan trend yo'nalishlari, ya'ni videolar tanlayman va populyarga bosaman. Ko'ryapmiz, bu yoqda katta blogerlar umuman yangi boshlangan kanallar ham yo'q emas. Yangi boshlangan kanallar ham bor. Prevyular oddiy ekran zapisdan o'sha skrinshot olingan o'yin ichidan va shunday qilib o'ynaydi. Bu yerda asosiy narsa sizda o'yin mahoratingiz, ya'ni o'yinda yaxshi o'ynay olishingiz kerak, qiziqarli qila olishingiz kerak. Montajchi qiyin emas. O'yinda yozib olasiz, ekran zapis qilib. O'yinda ichidagi narsa eng muhimi, ya'ni siz qiziqarli o'ynashingiz kerak, odamlarni o'zingizga torta olishingiz kerak. Va albatta videoning uzunligi 8 daqiqadan ko'p bo'lishi kerak. 10 minut, uzog'i 15 minut bo'lsa yetadi. Muhimi 8 minut atrofida qilib joylanglar. Shunda ko'proq reklama va ko'proq daromad keladi do'stlar. A, CapCut'da shunchaki boshini, oxirini va o'rtasida kirish joylarini qirqib tashlasangiz bo'ldi. Xo'p, demak, shu yerdan ideya ko'rasizlar, ideya olasizlar. Men o'yinda o'ynash, nima qilish tushuntirib qo'yaman. Qolganini o'zingizlar analiz qilib, mana shu raqobatchilarga qarab o'ynashinglar kerak. Yana bitta kanalda bilaman, shorts qiladi. Bizada hozir Bolt Vastakin degan kanal bor edi. Bolt degan. Bu Robloxda uzun emas, shortsi. Hop, men uzunni ko'rsatib beraman, lekin shortsi ham bor. Ko'rishimiz mumkin. 55 mingta prosmotr, 130 mingta, doimiy 100 mingta atrofida prosmotr oladi. Lekin bu kanal men esimda 2-mi, adashmasam, sentyabr ochilgandi mana. 1 sentyabr ochilgan va ko'z oldimda rivojlanganda oktyabr oyidayoq 2 million obunachisini urib bo'lgandi. Hozir biroz oshgan. Atigi 2 oyda. Chunki bu endi boshlangan paytda kuzda boshlangan va juda trendida. Lekin haligacha o'lgani yo'q. Roblox yo'nalishi butun dunyo bo'yicha milliardlab odam o'ynaydi. 1 milliard odam aktiv o'ynaydigan o'yin. Populyar bo'lganda bu kanal juda ham katta prosmotrlar olgan. Kelinglar bitta shu shortsini ham ko'rib chiqik, qanaqa video ekan. Qaranglar, shunchaki ekran zapis qilib olgan, shorts formatida qirib olgan keyin. Bitta personajlar chiqadi o'zi sekin-sekin va edit qiladi. Tin deb musiqa chiqadi va shunaqa ekran qorayib, bunaqa skelet video bo'ladi. Ya'ni mana bunaqa bosh qo'yiladi va yana davom etadi shunaqa. Videoning uzunligi doimiy mana 19 soniya ekan, qisqa bo'ladi va ko'p prosmotr oladi do'stlar. Agar sizga ham shunaqa shorts editlar qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring, shorts editni o'rgating deb. Men keyingi videolarda har qanaqa yo'nalish uchun mos keladigan shunaqa shorts nishalarini ham olib chiqaman. Demak, ketdik. Robloxda men qayerdan olaman deb o'ylashingiz mumkin. Shunchaki kompyuterda Roblox download deb yozib, rasmiy saytidan yuklab olamiz. Downloadda bo'lsamiz, o'zi kompyuterda borlar biladi qanday yuklab olish kerakligini. Telefonda bo'lsangiz, Android yoki iPhone'da Play Market yoki App Store'dan yuklab olasiz va ekranda OBS orqali zapis qilishingiz mumkin men kabi, yoki agar siz telefonda bo'lsangiz as screen recorder degan umuman ekran zapisi deb o'zi chiqadi. Shunaqa ilovalardan yuklab olsangiz bo'ladi. Robloxda ichiga kiramiz do'stlar. Bizdan bitta registratsiya so'raydi. Ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Ism qo'yamiz o'zimizga. Masalan, bu meni akkauntim Spectre Back deb qo'yganman, back qilib. Xo'p, bizga qaysi karta kerak? Roblox ham o'zi shunaqa, ichida ko'p o'yinlar bor. Xuddi o'yinlar do'koniga o'xshaydi. Hammasi bepul va odamlar o'zini o'yinini yaratib bu yoqqa qo'shadi. Ko'ngil ocharligi uchun ham o'ynasa bo'ladi, lekin bizga trenddagi kartalar kerak. Shuning uchun biz Stell e Brainrot deb yozamiz. Stell e Brainrotda mana juda ham trend bo'lgan, qaranglar. Mana bu karta kerak bizga. 3 million odam aktiv o'ynayapti hozir. Aynan mana shu karta bizga katta trend bo'lgan Stell a Brainrot deb yozishimiz kerak. Mana shu kartada biz hozir kirib o'ynaymiz. Mana bu ko'k tugma bor. Play'da tugmasi, shuni bitta bosamiz, o'yin ichiga olib kirib ketadi. O'yinda juda ham ko'p serverlar bor. Server degani bitta shunaqa karta o'yinda ichi. Biz kirgan serverda mana, hozir tepadan ko'rsataman.
Bu meni bazam bo'lsa, misol uchun, anavi bor, qarang. Meni do'konim, meni bazam va bu yoqda bitta, bu yoqda bitta. Xullas, bag'da 4 ta bor va u tarafda ham shundoq 4 ta bor. Ko'rishimiz mumkin. Bu yoqda ham 4 ta. Umumiy bitta shu katta devorni ichiga 8 ta do'kon bor. Ya'ni 8 ta baza. Endi hozir kattalashtiraman, qaranglar. Bu meni bazam. Men bazamni ichiga shunaqa brainrotlardan, ya'ni o'ylab topilgan sun'iy intellekt orqali yaratilgan narsalardan qo'shib olganman. Bazamga mana ular kirib o'g'irlab ketishi mumkin narsalarimni. Shuning uchun men bu narsani tayoqda olib turib buni uraman. Meni bazam kirib qolgan. Men narsalarni o'g'irlamaslik kerak. Qarang, bu yoqda 50 soniya bor. Mana shu soniya tugasa, albatta mana bu devor olib tashlanadi va bazamizga begonalar kirib narsalarimizni o'g'irlashi mumkin. Shuning uchun biz albatta aniq qilishimiz kerak. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Mana bu o'g'irlar bizning kartamizga kirmasligi kerak. Ko'rdinglar, mana men narsamni o'g'irlab ketyapti. O'zi qaranglar, mana bu qora devor bor. Shu qora devordan bular sekin yurib chiqadi va narigi devorga kirib ketadi. Bizda pulimiz mana $500 dan oshiq va bular narxi bu $25 pastdagi narxi, o'zining narxi va soniyasiga $1 dan berar ekan. E tugmasi bor klaviaturada. Yana bossak, E tugmasini bosadigan bo'lsak, bu bizda bazamizga kirib ketadi. Va ko'proq pul ishlaymiz do'stlar. Va albatta monaqa katta bazalar ham qo'ysalang bo'ladi, pulingiz ko'paysa. Xullas, imkon qadar o'ynaysizlar va mana bu brainrotlar bor-ku, mana shu hayvonlar. Mana bu qimmatroq, chiroyli, rang-barang va yaltiroqlarni olishinglar kerak. O'yinda o'zi sal o'ynab tushunib olinglar. Xullas shunaqa, bu yoqda raqobatchilardan rivojlanadi. O'yinda nomi o'zi Stili Brainrot, ya'ni Brainrotni o'g'irlash degani. Mana bularni mana bazasi 15 soniyadan keyin ochiladi. Shularda hayvonlarni biz o'g'irlashimiz kerak. Ya'ni ichiga kirib, E tugmasini bosib turamiz. Natijada ularda bazasiga kirib narsalarni o'g'irlab, ya'ni olib, ehtiyot qilib mana bu yashil joyga olib kelishimiz kerak va qo'yamiz. Xo'p, yana qulflayman. Shu joyga bitta bosib qo'yamiz bo'ldi. 1 daqiqa davomida qulflanib turadi va mana bu yashil joyga qaranglar, pulimiz ko'payapti. Soniyasiga $1 dan tashiydi. Endi qaranglar, bu yerda $8 bor. Mana pulim ko'payib ketdi. Shunaqa million milliard pul yig'ib tashlaysizlar. Va albatta pulingiz yetsa mana bularni sotib olasiz. Bazalaringni shunaqa chiroyli qilsanglar ham bo'ladi. Mana bu indeks degan narsa bor. Bu yerda albatta shartlari bor, nima qilishingiz kerakligi va ma'lumotlar berilgan. Shopdan qanaqadir narsalar sotib olsanglar ham bo'ladi, masalan. O'ynab o'rganib olinglar. Xullas, shunaqa qilib chiroyli qilib o'g'irlaysizlar va priyoni qanday qilaman desanglar, shuni kattalashtirasizlar, personaj yo'q bo'lib qoladi. Kattalashtirib bo'lgandan keyin, men eng arzon 5 dan terib qo'yganman. Sizlar chiroyli qimmatlardan terib, ekranda bitta skrinshot olasizlar, bo'ldi. Ekranda skrinshot olib, chiroyli narsa yozib qo'yasizlar. Ideyani qayerdan olaman desanglar, hozir men Robloxdan chiqib ketaman. Ideyani mana shu raqobatchilarimizdan biz olishimiz kerak. Qarang, mana bu yerda mana skrinshot qilgan shunchaki o'sha bazani va yuzini qo'yib qo'ygan. Siz ham shunchaki skrinshot qilib mana bunaqa inglizcha nomlar yozib qo'yasiz. Men bugun shuncha brainrot o'g'irladim yoki mana shu brainrotlarni yig'dim deb chiroyli qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Nima trendda, qanday aniqlayman desangiz, men buni Telegram kanalimga tashlab turaman. Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Men juda ham ko'plab narsalar o'rgataman. Telegram kanalimda albatta shogirdlar natijasini ham tashlab boraman. Agar siz ham YouTube'da noldan o'rganmoqchi bo'lsangiz, biz telefonda kursimiz bor. Albatta bu haqda Telegramdan yozsangiz, sizga batafsil javob beramiz va bemalol qo'shilsangiz bo'ladi. Demak, darsligimiz shundan iboratdir. Bemalol o'ynanglar, ekran zapis qilinglar, joylanglar va natijalarni albatta bizga tashlab turinglar. Agar yana nimadir o'rganmoqchi bo'lsanglar, YouTube kanalimizda ko'plab bepul darslar bor do'stlar. Demak, foydamiz tekkan bo'lsa xursandmiz. Albatta like bosib, kommentariy yozinglar va kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar.